Assalomu alaykum hammaga, hormanglar. Xo'p, birinchi navbatda registratsiya qilish uchun mana bu linkdan olishimiz kerak. Kopirovat qilamiz и saytga yozamiz. Saytga yozilgandan keyin avtomatam mana bu joyga olib keladi. Bu yerdan get funded qilinadi. Get funded qilgandan keyin mana bu joyda create account, saz.dat account bosamiz. Mana bu saz.dat account chiqadi sizlarda yoki create account. Bu yerga familiya birinchi mana Egamberdiyev Sardor, keyin Sardor ism, Egamberdiyev. Xo'p, password qo'yasizlar, masalan aytaylik, farqi yo'q, nimadir. Password masalan QWERTY mana bunaqa qo'yaman. Bu son nima bo'lishi kerak? Polni bir xil bo'lishi kerak. Masalan, bitta anaqa ishlatish kerak. Ismini katta harf, bitta katta harf ishlatish kerak, bitta kichkina harf. O'zbekiston belgilaysizlar. Belgilangandan keyin I agree ni bosasiz, I am not robot bosasiz. Sign up bo'ladi. Match bo'lmadi deyapti. Xo'p. 5 to'g'ri ekan. Endi it's okay, I think. Yes. Xo'p, I am not robot. Endi qaranglar, mana bu yerda registration success, please check your email deyapti. Mana bu registratsiya qilingandan keyin sразу emailga o'tishimiz kerak. Mana bu registratsiya qilgan emailimizga mana bu yerda confirm your email deb turibdi. Yes, it's me ni bosiladi. Chrome'ga kirasiz. It's me ni bosilgandan keyin o'zi avtomatik mana bu yerda tasdiqlanyapti. Mana tasdiqlandi. Ko'ryapsizlarmi? Your account tasdiqlandi. Tepada ham yozyapti. Welcome to the 5 years deyapti. Hi Sardor, xush kelibsan. Короче, keyin buni use password qo'yiladi. Ya'ni boyagi birinchi navbatda qilingan. Buni qilmagandik. Bu yerda biz QWERTY 1 2 3 5 4 remember buni qilgandik, ya'ni kirdi. Xo'p. Endi bu yerda avtomatam new order, ya'ni yangi nima olmoqchisiz? Account olmoqchisiz. Keyin continue safety mana. Safety. Bizlarda 3 xil programma bo'ladi. Hypergrowth, High Stakes, Bootcamp. Hypergrowth 1 etapli, High Stakes 2 etapli, Bootcamp 3 etapli. Biz 2 etaplini olishimiz uchun High Stakes bosamiz. Xo'p, bu yerda endi nimalar bor? 2,5 yillik $22. Qanaqangi akkaunt olmoqchi bo'lsangiz, aytaylik 10k olmoqchisiz. 100k ham 2 xili bor. 100k obratnisi bor, oddiysi bor. Mana bu yerda 50k yoki 25k qilib qo'ying. Yangi akkauntlar aytaylik 50k olmoqchisiz. 50k olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni 50 minglik akkaunt olmoqchisiz. 50 mana bu yerda hashtag tanladingiz, bu yerdan 50k tanladingiz va add to cart qilasiz. Add to cart qilingandan keyin mana bu yerda o'zi affiliation discount turibdi, mana 5%. O'zi $309 narsa sizlarga $293 tushyapti. Proceed to billing qilasiz. Proceed to billing, ya'ni sotmoqchiman qilinadi. Keyin mana bu yerda telefon nomeri yoziladi. Ko'cha, uy adres, turgan joyingiz, shahar Toshkent aytaylik. Toshkent. Postkod bu zip kod aytaylik 100-131 qilamiz. Mana bu yerga mustaqillik qilamiz. Mustaqillik necha? 115, 117 farqi yo'q. Telefon nomeri yozamiz. 77 123 45 67 qilamiz. Xo'p. Bo'ldi. Ya'ni hamma narsani to'ldirdingiz. Bu yerda e'tibor beringlar. Mana Sardor Egamberdiyev pasport bo'yicha bo'lishi kerak. Keyin bu yerda Hub Credits to'lov usullari bor. Credit card. Har doim ham checkout bosish kerak bo'ladi. Checkout yoki farqi yo'q. Confirm nima bilan to'lamoqchi bo'lsangiz, kredit kart ishlamayaptimi, checkout bilan qilib ko'ringlar. Checkout ishlamayaptimi, confirm qilib ko'ringlar. Men confirm. Keyin men bu
bossanglar o'zi complete payment bo'ladi. Complete paymentda bosasizlar, complete payment bo'lgandan keyin to'lov usuliga o'tadi. To'lov usulida bemalol o'zinglar Visa kartanglardagi ismni yozasizlar и SMS kelgandan keyin to'lab qo'yiladi. Bo'ldi. Charchamanglar.